qaranglar, aromatika soch uchun tonik. Boshimni tozalab yuvib chiqqanimdan keyin ildizlariga sepaman. Bu varnishga tugagan, bunisi ham tugagan. Hozir bunisini ishlatyapman. Уже sira zapaskaga yana bitta olib qo'yganman. Qaranglar, tozalab bosh terisini, boshinglarni yuvib chiqqaninglardan keyin ildiziga sepasizlar, boshinglarni shunaqangi qizdiradi. Zo'r, shunaqangi mayda sochlarimni chiqarib bergan. Bu narsa qizajo'la. Tug'ruqdan keyin rosa sochlarim ko'p to'kilganligi uchun mana shu rozmarinli, mana shunaqa lechebniy soch uchun как tonik spreyda mana ildiziga sepasizlar, bo'ldi, yuvib tashlamaysizlar. Shu bilan sochinglarni quritasizlar. Umuman sochinglarni yog'lantirmaydi. Umuman oshiqcha anaqasi yo'q. Faqatgina lechebniy sochinglarni to'kilishini to'xtatadi. Judayam bleskli qilib, sog'lom qilib beradigan shunaqa koreyskiy, rosa ham yaxshi odzivlar keladi bunga. O'zim ham tinmay ishlatib yuraman, qizlar. Maza qilib ishlatasizlar, bitta olsanglar. Umuman sochga zarari yo'q bo'lgan sifatli, foydali soch uchun mahsulot.